41 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman. 56 yoshimda shu zinadan yiqildim. Ancha yurolmay qolib, tizzamga suv yig'ilib, keyin shu aql lecheniya olib kelib yurdimda, oxiri keyin operatsiya qildirishga majbur bo'ldim. Qolib tashlang o'zingizni tushing deganlar, men tusha olmayman, operatsiya bo'ldim-ku. Qanaqa tushaman bu yoqqa endi? Bu baland bo'lsa, bu past bo'lsa, xola ilojingiz yo'q, biz sizni ko'tara olmaymiz. O'zimni mahalliy kravatga tashladim. Oyog'im bir silkindi, dod dedim. Shundan keyin oyoq ishib ketaverdi. Yana og'riq kuchaydi, oxiri hassaga tushib qoldim. Qo'ltiqtayoq, bitta oyog'imda qo'ltiqtayoq, bitta oyog'imda hassa bilan yurdim. Qiyin bo'ldi ancha. Yotib ham qoldim. Sustav yil haqida naqa chiqib qoldi. Yana olib o'qib chiqsam, xuddi meni kasallarimga yozilgandek, meni og'riqlarimga shifo bo'ladiganga o'xshab tuyuldi. Bir surkamasdan uncha ahamiyat bermadim. Qarasam, sal bosilganday og'riqlar. Shunga o'rgandim. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Mana shu sustav yildan ko'rdim yaxshi bo'lganimni. Men ismim Dono, familiyam Soliyeva. 41 yil maktabda o'qituvchi bo'lib ishlaganman. Pensiyaga 54 yoshimda chiqqan bo'lsam, o'shandan keyin 56 yoshimda shu zinadan yiqildim. Paytgacha oyog'im ancha yaxshi bo'lgan, unaqa og'riqlar bo'lmagan. Shu yiqilganimdan keyin ancha yurolmay qolib, tizzamga suv yig'ilib, ortopediya travmatologiya institutiga bordim. Erta keyin lecheniya oldim, 10 kun suv olishdi, boshqa qilishdi. Shu bilan chiqib keldim. Keyin yana bordim. Yana bir yil, 2 yillardan keyin yana chidolmadim og'riqqa, yana bordim. Keyin shu aql lecheniya olib kelib yurdimda, oxiri keyin yangi tashmida operatsiya qildirishga majbur bo'ldim. Operatsiya qilgan paytda o'sha sovuq payt edi, qish edi. Anaqa ikkita yosh qiz reanimatsiyadan olib chiqayotgan paytda, reanimatsiyani anaqasi bo'ladi-yu, odam tashiydigan kushetkasi. O'sha ikkita qiz olib chiqdi-da, operatsiya bo'lgan oyoqni, men masalan, Manisaning kravati pastdek bo'lsa, ular kusherkasi balon ekan. Operatsiyadan keyin yaxshi chiqdim, professor Ergashev degan odam, juda katta professor operatsiya qilganlar. Shu xola tashlang o'zingizni tushing deganlar, men tusha olmayman, operatsiya bo'ldim-ku. Qanaqa tushaman bu yoqqa endi? Bu baland bo'lsa, bu past bo'lsa, xola ilojingiz yo'q, biz sizni ko'tara olmaymiz deyishdi. Shu bilan keyin amallab o'zimni mahalliy kravatga tashladim. Oyog'im bir silkindi, dod dedim. Shundan keyin oyoq ishib ketaverdi. Qon aralash yiring bilan keyin o'sha professor o'zi necha kun qon bilan yiring olishdida, keyin meni kasallarim tez chiqib ketardi. Xola, nega siz bunaqa bo'ldingiz? Dedilar. Endi oldimda turibdi haligi qizlar, haligi olib chiqqan erkak kishi, yigit kishini o'zi sizlarga o'xshagan yigit ekan. Aytolmayman, shular shunaqa yiqitdi deb aytolmayman, uyalaman. Keyin oxiri aytib berdim doktorga, aytib berdim, keyin qachon kasallar agar reanimatsiyadan chiqsa, 4 ta erkak tursin eshik tagida. Undan keyin olib chiqinglar, ungacha olib chiqmanglar deb keyin bir prikaz berildi-yu, o'zi men pozdna bo'lganim bu bo'luvdi. Keyin boshqatdan operatsiyaga ko'nmadim. O'sha holatda chiqib keldim. Shu bilan sekin-sekin sal yaxshi bo'lganga o'xshab, oqsab yurdim. Yana og'riq kuchaydi, oxiri hassaga tushib qoldim. Qo'ltiqtayoq, bitta oyog'imda qo'ltiqtayoq, bitta oyog'imda hassa bilan yurdim. Qiyin bo'ldi ancha. Yotib ham qoldim. Hech tuzalmadim. Shu orada endi har xil qanaqadir mazlab ro'para kelsa, telefonda qanaqa mazlarni maqtasa, olib, surkab yuraverdim. Shu bilan sal og'riq qolgandek bo'ladi, keyin yana og'riq baribir bo'laveradi og'riq. Keyin oxiri 3 yil, 4-yilga ketdi. Mana shu ortopediya travmatologiyada anaqa, mana shu oyoqda operatsiya qildirdim. Implantatsiya deydimi, nima deydi? Implant qildirdim. Temir qo'yishdi. O'shandan keyin bu oyoq yaxshi bo'ldi, lekin og'riq bu oyoqqa o'tdi. Buni oyoqda og'rig'i qoldi, yaxshi bo'lib bosib ketdim. Bu oyoq og'rib, yana og'riq bera boshladi. Ikkinchi operatsiyaga o'sha yuragim chidamadi. Yo'q, qildirmayman deb. Doktorlar o'sha payt nima diagnoz qo'ygandi? Artroz, keyin bursit, shu artroz qo'yishdi. Artrozdan shu tizzadami, gonartrozmi yoki artrozni o'zi, keyin bursit qo'yishdi. Bursit deyishdi. Shu bilan sekin-sekin mazlari telefonda o'qib, qaysi maz yaxshi bo'lsa, shuni surkayman deb harakat qilib,
Sustaflexni oldim birinchi. Sustaflexdan foydalandim ancha vaqt. Undan oldin Dalgit surib yurdim. Vaqtinchalikda ozgina og'riq bosiladi, keyin yana og'rib ketaveradi. Keyin shu bilan Sustafgel haqida anaqa chiqib qoldi, yana kelib qoldi. Reklama olib o'qib chiqsam, xuddi mani kasallarimga yozilgandek, mani og'riqlarimga shifo bo'ladiganga o'xshab tuyuldi. Keyin shu bilan oldim shuni, surkadim. Boshida bir surkamasdan uncha ahamiyat bermadim. Keyin qarasam sal bosilganda og'riqlar. Shu bilan shunga o'rgandim. Sal orada 1 oy 2 oy o'tgandan keyin, tugagandan keyin 1 oy 2 oy o'tgandan keyin hali boshqa mazlarga o'tamanda, yana og'riq qolmagandan keyin yana shu Sustafgelni boshqatdan keyin zakaz qilaman. Shu bilan endi hozir og'riq ancha bosilib, ancha yaxshi, Xudoga shukr. Og'rigan paytda surkayman, kechki payt, og'rimasa surkamayman. Keyin kechasi og'rib qolsa ertalab turib surkayman, boshqa paytda surkamayman. Hozir yaxshi, Xudoga shukr. Mana shu Sustafgeldan ko'rdim, yaxshi bo'lganimni bilmadim endi. Menga ancha yaxshi yordam berdi shu Sustafgelni tayyorlab, mahsulot qilib, insonlarga foydasi tegsin deb chiqargan odamlarga katta rahmat. Tashkilotlarga ham mana sizlarga odam yigitlar mana ish qilib, hammaga reklama qilib, mana tavsiya qilib yuribsizlar. Albatta bu narsa bizdaqa qariyalarga, bizdaqa kasallarga yaxshi, foydasi bor. Rahmat sizlarga. Kattakon sog' bo'linglar. Mana bir surkaganimdan keyin og'riq bo'ladi, borib alija yurolmay qolgan paytimda tizzamga ukol olib kelardim. Qanaqadir tizzaga qiladigan ukollar bor. O'sha ukollardan bunisiga bitta olardim-da, yaxshi yurib ketardim. Hech qanchaga emasda endi. Masalan, 1 oycha sal yaxshi yurasiz. 1 oydan keyin yana og'riq boshlanaveradi. Yana o'sha oqsoq bo'laveradi. O'sha ko'proq o'sha reabilitatsiya markazida ko'proq yotdim men. O'sha yerda ko'proq lecheniya oldim. Yerda chunki kabinetlari, fiziklari rosa yaxshi, hammasi bitta joyda. Endi menda grija ham bor-da. Buni go'da grijaga ham surkayman. Ja og'rib ketgan paytda belimda, yelkamda grija bor. O'sha paytda shu geldan surkayman. Og'riq bostirmas edi oyog'imni. Faqat shu aravachaga o'tirmadim xolos. Lekin hassa bilan men unaqa oyog'im og'riyapti deb bir joyda o'tirib qolmadim. Agar bir joyda o'tirib qolganimda yoki yotib qolganimda yotib qolardim. Men faqat постоянный harakatda bo'ldim-da. Hozir ham men постоянный anaqa shug'ullanib turaman. Ovqat yeganimdan keyin darrov og'irlik tushmasin, oyog'imga semirib ketmaydi. Gimnastikalar qilib, mana shunda yuraman. Ko'chaga chiqa olmasam, havo sovuq bo'lsa, yomg'ir yog'ingarchilik bo'lsa, bunda yuraman. Boshqa paytda o'zim bitta aylanib, yurib kelaman sekin-sekin. Xo'p, men buni 2023-yildan beri suryapman. Hozir 26mi? 2023-yildan beri men suryapman buni. Endi hamma odamni organizmi har xil. Masalan, bir xillarga Sustafgel, bir xillarga yana boshqasi. Ilon zahari qo'shilgan nimalardan ham oldim, qimmatga olasiz. Baribir uncha menga foydasi bo'lmadi. Endi boshqa ba'zi ayrim odamlarga ularning ham foydasi bo'lar. Lekin menga foydasi bo'lmadi. Meni organizmimga shuni sal foydasi bo'ldi. Mana mahallamda qo'ni-qo'shnilarimga gapda o'tirib qolsam, Sustafgel olinglar. Boshqasi uncha emas, shu Sustafgel ancha og'riqqa yordam beradi deb reklama qilaman. O'zimni qarindoshlarimga, sinlarimga go'da podarka qilaman. Go'da o'zimni qizlarimni ham bittasini o'shaqa bashmaldog'i og'riydi-da. Unga ham shundan olib berib turaman. Pastidan u ham surkab yuradi. Ko'p hammaga reklama qilaman, lekin Sustafgelni yaxshi deyman, qilinglar, surkanglar. Foydasi bor. Boshqa gellarga qaraganda endi menga foydasi bor-da buni. Rahmat. Ilohim, tan joninglar sog' bo'lsin, umringlar uzoq bo'lsin, rizqinglar ulug' bo'lsin. Topgan-tutganinglarga Alloh baraka bersin, ishinglarga Alloh omad bersin. Xaridorlaring ko'payib, hammani oyog'i tuzalib, hamma yaxshi bo'lib yursin shu sizlarning mahsulotinglar orqasidan. Rahmat. Hamisha sog'likda, yaxshi kunlarda, yaxshi davralarda yurishlikni Alloh sizlarga nasibi ro'za aylasin. Ota-onalar sizlar rohatinglarni ko'rsin, baxtinglarni ko'rsin.
hamisha yaxshi kunlarda uchrashaylik. Mana bayram kuni kelibsizlar, hammamiz shunaqa bayramlardan ko'pini ko'p yurishga, uyda oilari, opa singillari hammasini men nomidan tabriklab, ularga mani tabrigimni, salomimni yetkazib qo'yishlarini so'rayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, elimiz, xalqimiz hamisha farovon bo'lib, baxtli, saodatli hayot kechirishi Alloh nasibi ro'z aylasin. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azobannar. Rahmatga yo arhamar rohimin. Rahmat sizlarga kattakon.